Ana shu hojat namozini eng afzal vaqti, eng to'g'ri sunnatga muvofiq bo'ladigan vaqti shanba kuni sahar chog'i bomdoddan oldin turadi. Ya'ni subh namozi kirmasidan oldin turadi. Tahoratni oladi. Keyin Alloh subhanahu va taologa 2 rakat namoz o'qib, hojatini Alloh taolodan so'rasa, albatta Alloh taolo uning hojatini ravo qilishligini, demak, ulamolar juda ham ko'p zikr qilib o'tganlar. Ayniqsa Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarini Imom Buxoriyni Sahihul Buxoriylariga yozgan sharhlarida, Fathul Bariyda alohida mana shu qismda to'xtalib, shu tong, shanba kuni tongda, ya'ni subhdan oldin qilingan, so'ralgan hojat duosi, namozi albatta ijobat bo'ladi deb ta'kidlaganlar. Shu uzun duosini agar Rasululloh alayhisolatu vassalom sunnatlarida kelgan duo aynan o'ziday qilib o'qilinsa, albatta duosi ijobat bo'lishligiga, demak, yana ham muhaqqaq bo'ladi, yana ham to'g'ri bo'ladi. Vallohu a'lam.